Sahihul Buxoriyning 7 tomlik Uyg'urcha sharhisi Avlod guruhi tarafidan nashr qilindi. Bu asarni Pokistonlik mashhur hadis olimi mudarris Muhammad Sarvar Sahihul Buxoriyga yozilgan 60 ga yaqin sharhi va hoshiyalardan foydalanib yozib chiqqan. Asarning Uyg'urcha tarjimasini bu ustozda bevosita hadis darsi olgan Sohibul Funun taxallusidagi Uyg'ur o'quvchisi uzun yil ajr singdirish orqali ro'yobga chiqargan. Bu asar diniy ustozlarning, shundaqla madrasa va diniy maktablardagi o'quvchilarning Buxoriy sharif va hadis o'qitishidagi muhim manbasi hisoblanadi. Ularga hadis o'rgatish, o'rganish, tadqiq qilish va tatbiqlashdagi sog'lom usul metodini ko'rsatib beradi. Bu kitobni sotib olmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomer bilan aloqa qilishing.